Biz bugün qadimdan tartib insonlar dunyosida mavjud bo'lgan, ziyni nihoyat ko'p va ig'ir bo'lsa-mu, bir turlik hayotimizdan chiqarolmayotgan Qur'on Karim va hadislarda alohida tilga ilinib harom qilingan muomala turlaridan biri bo'lgan jazoni haqida qisqacha to'xtalamiz. Hammamizga ma'lumki, islom dini faqat shaxslarning shaxsiy hayoti yoki tushunchalarga xitob qiladigan, ibodatlarni to'g'rilash bilan kifoyalanib, ularning ijtimoiy hayotiga aralashmaydigan rohiblik din emas. Balki islom shaxslarning shaxsiy tushunchalari, ibodat va muomala ishlari, ijtimoiy va siyosiy ahvollar qatorliq hamma sohaga xitob qiladigan, ularning o'qish, xizmat, savdo tijorat, hunar kasb, iqtisodiy va siyosiy qarashlari va harakatlargacha aralashadigan nihoyat universal va mukammal bir dindir. Shundoq bo'lg'achqa islom shaxslarga xitob qilgandek, jamoatlarga xitob qiladi. Aqida va ibodat tushunchalarini to'g'rilagandek, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarga aralash orqali ko'rilgan masala va xatoliklarni to'g'rilashga alohida ahamiyat berdi. Shundaqla kishilarning tushuncha va harakatlariga mezon va qonun belgilab berdi. Biz bugun qadimdan tartib insonlar dunyosida mavjud bo'lgan, ziyni nihoyat ko'p va ig'ir bo'lsa-mu, bir turlik hayotimizdan chiqarolmayotgan Qur'on Karim va hadislarda alohida tilga ilinib harom qilingan muomala turlaridan biri bo'lgan jazoni haqida qisqacha to'xtalamiz. Jazoni degan nima? Payg'ambar alayhisalom bu savolga bunday javob bergan. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Har qanday foyda olib kelgan qarz jazonidir. Mayli do'stlar orasidagi muomalalar bo'lsin, mayli tijoratchilar orasidagi qarz munosabati bo'lsin va yoki jazoni bankalar bergan o'sim bo'lsin, har qanday foyda olib kelgan qarz muomalasi Alloh va Rasuli tomonidan cheklangan jazonidir. Biz ulardan yiroq turishimiz kerak. Allah Taala Qur'on Karimda yamhaqullohur riba va yurbis sadaqat vallohu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah jazoni ketkizib yutadi. Sadiqining barakatini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazoni halol sanag'uvchi gunohkorni do'st tutmaydi degan. Imom Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning tafsirida bu oyatning ma'nosi Allah jazoni yeguchining milning hammasini va yoki u malning barakatini ketkizib yutadi. Shundaqla qiyomat kuni qilgan qilmishidan so'roqqa tartib jazolandi degan bo'ladi deydi. Demak, jazona dunyoda mollarimizning ko'payishi u yoqda tursin, aziyib ketishning sababchisi bo'lish bilan billa oxiratda qattiq azob elib keladigan bir yomon illatdir. Jazoni yana barakatsiz va xayrsiz bir kasb hisoblandi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom insonlarni halok qilguvchi 7 ishdan saqlaninglar degan va jazoni ularning ichidan sanagan. Shundaqla yana jazoni bilan muomala qilish va yoki mollarimizga jazonning aralashib qilishi Alloh va Rasuliga jang e'lon qilganlik va yoki e'lon qilingan jangni qabul qilganlik hisoblandi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallohi va rasulih va in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna va la tuzlamun." Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar, o'zinglarmi ziyon tatmaysizlar deydi. Alloh bilan jang qilishga qaysi bir insonning jur'ati va kuchi bo'lsin? Aziz qarindoshlar, Alloh va rasulining roziligini ko'zlab chet ellarda yashayotgan aziz muhojirlar. Bugun biz hijrat qilish orqali Allohning roziligi va fazlidan iborat ko'zlagan maqsadiga erishish uchun jazonidan va uningga elib boradigan har qanday yo'llardan yiroq turishimiz kerak. Bugungi ozg'ina qiyinchilik va qolaysizlik bizni Allohning hududlaridan atlab o'talaydigan jur'atga ega qilib qo'ymasin. Har bir amalimizning Allohning ko'rsatmasiga uyg'un holda bo'lishiga nihoyat ahamiyat berishimiz kerak. Ulug' Alloh hammamizga musulmoncha tushuncha va musulmoncha hayot ato qilsin. Har birlarimizni jazondan iborat bu qabih qilmishdan saqlasin.